Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchan Yerjonsining navbatdagi kuni. Navbatdagi ko'mirda ishlaydigan kacholimizni yasash jarayonida mana sinash jarayonidan video obzor. Mana bunday demak 3 bar давление berib tekshiramiz kachollarimizni mana. Mana havo urish jarayoni 3 bar yetarli bo'ladi. Kommentlarda ko'p savol berishyapti, nimaga 3 bar deb. Sababi zirnor klapan 3 bardan keyin qo'yiveradi. Kachollarda, sistemada xavfsizlikni oshirish uchun zirnor klapan qo'yiladi. O'sha klapanlarimiz vodyog'i 3 bargacha ushlaydi. 3 bardan keyin qo'yiveradi. Shu sabab mana bu kachollarimizni ishlash jarayonida 3 bar давление bilan tekshirsa, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana kachollarimiz mana shu ko'rinishda yasaladi. Quyidagi kacholimizning quvvati 30 kW quvvatga ega, ko'mirda ishlashga mo'ljallangan, 50 kg ko'mir sig'imiga ega. Narxi 8 million so'm chiqadi. 2025-yil bosh hisob bilan shu narx asosida sotilmoqda.